Stop. Har yili minglab odamlar noto'g'ri qo'y sotib oladi. Qurbonligi qabul bo'lmasligi mumkin. Mana 7 ta oltin qoida. Birinchi qoida. Yoshiga qara, qo'y kamida 1 yoshga to'lgan bo'lishi shart. Yosh qo'zichoq qurbonlikka yaramaydi. Ikkinchi qoida. 4 ta nuqson qo'yni qurbonlikdan chiqaradi. Ko'r, oqsoq, oriq va qulog'i kesilgan bo'lsa bo'lmaydi. Uchinchi qoida. Semiz qo'y tanla. Payg'ambarimiz eng yaxshi, eng semiz qo'yni qurbonlik qilganlar. Eng arzonini emas, eng yaxshisini tanla. 4-qoida, erkagi ham, urg'ochisi ham bo'ladi. Lekin qo'chqor eng yaxshisi. 5-qoida. Bitta qo'y, bitta oila uchun. Bitta sigir yoki tuya 7 ta oila uchun yetadi. 6-qoida. Vaqt muhim. Hayit namozidan oldin so'yilgan qo'y qurbonlik bo'lmaydi. Faqat namozdan keyin. 7-qoida. Go'shtni 3 qismga bo'l. Birinchi qism yetimlarga, ikkinchisi qo'shnilarga, uchinchisi oilangizga. Ulashish bu qurbonlikning asl ma'nosi. Qurbonlik bu shunchaki go'sht emas. Bu niyat, muhabbat va ulashish. Eng yaxshi qo'yni tanla, eng muhtojga ulash. Allohning roziligini qozon. Bu videoni saqlab qo'ying. Bozorga borishdan oldin qayta ko'rasiz. Ulashing, qarindoshlaringiz ham bilsin.